aka, hurmatli obunachilar, biz Andijon viloyati Parti shahri Kamsavol Behzor mahallasiga kelganmiz. Bu xonadonimiz hozirda 202 kvadrat metr asfaltga quriladi. Xonadon egasiga общий 2350 dollarga vakillar tugatib berib chiqib ketdik. Nazorat boshlarim yoqsa, jo'ran layking ochasini obuna bo'lishni unutmaymiz. Ko'cha shapkalarimiz. Oybek aka, ko'cha shapkamiz necha metr dizuni? 16 metrmidi? 16 metrga 60 chiqqan shapkamiz. Ko'prik fasonda 36 lik holatda bo'lgan. Linalarni ham ko'rib ko'rasiz, bir tekisda holatda bo'lgan. Oppoq fasonda robotxonani kirib o'tadi. Ichki robotxonamiz 10 metrga 3 metr robotxonamiz. Bir tomonda perikos borligi hisobiga hozir ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda 5 cm perikosimiz borligi hisobiga xuddi shu ko'rinishda chiqqan. Chiroqlarimiz yonyapti. İçki shapkalarimiz 120 chiqqan, 120 chiqqan shapkamiz 2 qavatli qoshlardan qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mana. Tagini novo qilib 31 cm novolarimiz bilan aylantirib bu shapkamiz bu holatgacha ketgan. Ayvonimiz esa shaxmatda 90 gradusga holatda qilib tugatib yakunladik. Burchalarga e'tibor berib tashlab tiniq holatda bo'lgan. Oybek aka, bergan pullaringizga rozi bo'ling. Mehnatlaringizga Xudo xolasa ideal holatda bo'lib. Xizmatlarimiz yoqdimi? Yoqdi. Xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, tavsiya qilasiz? Albatta. Xudo xolasa mana ishlarimizni yakunladik. O'lchi bu xonadonimizni 202 kvadrat metr asfaltiga topshirdik. Pastda nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqarasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.